Go Family hammaga assalomu alaykum. Sardor Go kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar sevgan o'sha rubrika, ya'ni shirin, sho'r, achchiq. Bu rubrikani o'zi hammanglar bilasizlar, ya'ni kimga qaysi toifadagi ovqat tushsa, o'shani yeyishi kerak bo'ladi. Va bizani birinchi ishtirokchimiz hamma sevgan yosh ijodkorlardan, hozirgi trenddagi qizlardan uncha-munchasiga povod bermayotgan Rayhon Mi. Voydat, ana Rayhon keldi, Edit keldi. Rayhon keldi, prosmotr keldi. Rayhon keldi, baraka keldi. Rayhonni videolarini olib chiqsanglar, aniq videoylar to'pga otadi. Bu Rayhon. Va bizning ikkinchi ishtirokchimiz bu o'zimizning jamoadagi do'stimiz, yaqinimiz, pozitivniy. Hozir YouTube'da uncha-munchasi bilan u ham povod bermayapti. Shohruz Sivi. Davay! Shohruz keldi, Rayhonning ajali keldi. Voy, bo'ldi. Rayhon, bu shou уже manbani energiyadan cho'g'asizlar, qiziq bo'lishi aniq. Tayyormisizlar? Boshladik. Demak, o'rtoqlar, anaqa gapiring. Voy, zavating managa aytachingiz qani? Mana mana shu 3 ta tuxumdan ichida yozilgan kimga shirin, sho'r, achchiq ovqat tushishi. Kimga nima tushsa, o'shani yeyishinglar kerak bo'ladi. Tayyormisizlar? Xo'p, agar to'xtang, savollar ko'p. Agarda mabodo menga achchiq tushsa, achchiq yeolmasam, to nima bo'ladi? To siz uni yeyishga majbursiz. Yo, agarda mabodo yemasam, sharti bormi, qanaqadir jazosi bormi? 200 ming berasiz Rayhonga. 200 ming Rayhonga umrimni beraman. Voy! Deganim sizga. Yo, sizga deganim yo, to'xta. Ol. Teyilmasin. Vau! Teyilmasin bu qildi. O'rtada mana Gulni o'rtaga tashladik. Rayhon. Gul bazmini boshladik. Jib turing, suhbat ketyapti Rayhon. Vaqtini so'rang, bugun vaqt. Jib turing, men o'zimni taktikalarim bor. Ertaga zalga chiqasiz. Ertaga zalga X-Fitga chiqamiz. Birga chiqamiz. Kech payt 10 da. O'zim trenirovka qildirsam qanchalik? Samarqandda bosh ko'tarib yurishingni o'yla, it. Xullas, tanlaylar. Zon, ziki. Nima? Qani boshqa tamnoq. Yo'q. Davay Shohruz. Bosing. Ana. Man. Tanla. Mana shuni tanlayman. Kinder surpriz. Bu Menimcha hammaga yaxshi tushdi. Sho'r bilan achchiq Rayhonga. Rayhon tushunishi uchun achchiq bu prosta achchiq emas. Asli ishkim achchiq. Haqiqatda maksimal achchiq qilishga harakat qilganmiz. Menga Rayhon tushdi-yu. Ya uka chichiyording. Voy. Menga hayotim tushdi. Peshanam tushdi. Peshanam tushdi. Menga haqiqat. Achchiq haqiqat. Achchiq haqiqat. Xullas, Rayhonga mana garimdorisi tushdi. Menda sho'r bo'lgani bilan men bu narsani nimaligini bilaman, chunki o'zim o'ylab topganman. Bu tushunishinglar uchun limonni sokiga, limonni chista suvi ana vijimit qilishganda, o'shaning ichiga tuz solingan. Rayhon, boshla. Men Shohruz bo'pti. Shohruz boshlanmaydi. Yo, sen banan bilan. Banan chipuxa temayu menga. Boshlang. Ha. Yaxshi. Sen noqulay ekan. Chidasa bo'ladi. Nishon? Qancha kirar? Loyishni ko'raman. Ket, mashkacha olib kelib beraolasizmi mana bananni bittada? Yo'q, garlavoy qilolmayman. Tak, bo'pti, men sho'rimni ichaman. Menga achchiq tushdi. Voy! Вот без прикол. Вот реально Тома. Juda mazasi g'alati, juda. Qanaqadir hidi ham bor-ku. Qani? Oxirigacha ichish kerak, to'g'rimi? Не, попробуй, реально попробуй. Глоток, bitta. Интересiga, bitta. Tushunishingiz uchun. Debilga o'xshayman. Yaxshi. Давайте. До конца. Залпом. Tam realni tushunarsiz.
Rayhon bittada og'zingga tiqib olmaysan. No, bittada. Oson emas, oson emas. Olma. Oy. Duch yegan deyapti-yu. Eng qizig'i bizda bu safar na kefir yo'q, nima deydi, na qatig'imiz yo'q, qaymoq ham hech nima yo'q. Majbur suv ber. Boshqa olmayman. Yo, yeyish kerak degancha. Kerak, yeyishga. Tiqildi. Suv. Tez. Qusasam? Yo'q, og'zim yonib ketyapti. Yonyapti. Uxlab qo'ying. Yo, yaxshi narsa bor, anaqa yonmasligi. Bechara ko'zlariga yosh kelib ketdi. Yo, lekin yeb qo'yish kerak Ko'ziga menimcha. realni yosh kelib ketdi lekin bori. Mana Sardor boydan bir aytib o'tirdi. Mayli, men Rayhonni qanchalik hozir qiynalayotganini tushunaman va shu sababli hatto yarimigacha yedi. Yo'q, to'xtanglar, Rayhon yemaydi. Boya nima Rosa yonib ketdi og'zi. Boya nima deyapti? Yeb ko'ring o'zingiz. Erkak bo'lib turib. Boya Rayhon meniki deyapti-ku. Nima? Yeb qo'y. Men Rayhon uchunmi? Rayhon uchun mana shu yarimdorini yo'mayman. Da. Bo'ldi. Men chunki achuga vashi odamman tushunishlik uchun. Bechara. Mana hol. Bitta pabrasi ishlab ko'rasiz. Yo'q. Imkoni yo'qmi? Qaytaraman, debil. Rayhon yarimigacha. Yo'q, yeyolmayman. 500 ming beraman. Rayhon, et kim yeb bersa o'sha odam yeb beradi. Og'zim. Et kim yeb bersin? 500 Kim ming. yeb bersin? Et o'sha odam yeb beradi. 500. Yo'q, yemayman, please. Yo'q, kim yeb bersin et? Hech kim yemasin, hech kim achchiq. Pick me up, deydi. Bizani o'ylayapti Rayhon. Salom. Chachao, ichamizmi nima? Qo'l uraman. Demak bizada ikkinchi raund. O'rtoqlar videosiga yoqayotgan bo'lsa, bizatini like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tayyormisan Rayhon? Yo'q, o'zi o'ylaging kelmayapti, o'zi yoqmadi senga. Uyimga javob beringlar, uyimga ketay. Imkoni yo'q. Yana ikkita bor hali. Bundan keyin bitta, shu bilan bemalol. Hozir yana 2 marta achu yedim kimdir. Afsuski, ha. Nima? Nima? Nespravedlivo. Nega? Nima Aralashtirish kerak yana. Alishtiraylik-da. Imkoni yo'q. Mana hozir kimga nima tushsa, o'shani yeyishga majbur bo'ladi. Agar achu tushganga yana achu tushib qolsa ham, o'shani yeyish kerak. Zon ziki. Zon ziki. Yaxshi, bir bor tanlotdi-ki, zon ziki. Ikki. Men o'sha tushundim. Rayhon nima bo'ldi? Voy bechara. Xatiyami Shohruzga tushsa bo'lardi-da. Xatiyami. Lekin Shohruzda ham sho'r. Sho'r ham jar. Sho'r bo'ladi. Zo'r narsa emas, to'g'rimi? Shirin bo'ldi. Men endi chista sizlarga qarab, haqiqatda nima deydani o'zimni shomni mazza o'tirib, Delikatesi yeb. men shirinni o'zim At. bo'pti. Qalay bu yog'i? Dovcha bo'ladi hozir bu. Dovcha bo'lmaydi bu. Yeganmisiz hech? Yo'q. Agar sizlar yegan bo'lsanglar, kommentariyada обязательно yozib ketinglar. Yoshligimizda olmani tuzga qo'shib yeganmiz va bu yoqda xuddi shunaqa faqat tuzi ko'proq. Olmani tuzga qo'shmagansizlar. Yo, yeganmiz shunaqa. Ozgina tuzni olmaga qo'shdim. Xullas mana, menda bo'lsa mana bunaqa ponchik men juda yaxshi ko'raman. Rayhonda esa osh, lekin bu oddiy osh emas. Bu achchiq oshga yana bir 3 ta chami garimdorini maydalab qo'shib o'rganmiz. Rayhon omad senga. Ya, siz unaqa fitna qilmang. Bo'l, hey. Siz mana buni to'kib yuborasiz tuzlarini. Ha, mumkin emas unaqa qilish Shohruz. Yaxshilikni mana shuni o'zida yeyishingiz kerak. Davay, boshlang. Nima eman endi bu? Siz hayotingizda yangi ta'mda qiziq bizga emotsiyangiz. Rayhon ko'p. Meni hayotimda yangi ta'm bu. Hamma o'zini reklamasini tiqyapti. Eng zo'ri. Bezlemon. Dam bo'ldi. Yo, Boshlang. Bu yeydi. Rayhon ham ajratyapti fitna. Shohruz! Yeyish kerak-da. Yo, ajratmay bo'lmasa o'ynamayman. Bir-biring bilan kelishib ollaring, qilib ollaring. Shu saniki, mana bu tuzdan to'kib tashlayman. Qo'ymayman. Men bilan ishingiz bor, o'zingizga javob bering. Sen bilan ishim ko'p hali. Davay, Shohruz boshlang. Ketdi. Mana men boshlab berdim. Va men 1-2 tim bor sal qiyin ishlar. Mana 1, 2, 3.
Qani, kuyov, egin. Voy mazza qilyapsan. Qaysi gapdan keladi qo'mir? Hadi. To'g'ri ber. Voy zo'r narsa-yu. Yo'q, Esinglar zo'r narsa. Grossdan aytdim-man. To'g'ri bu yoqda tuzi ko'proq-ku, no? Bo'ldi, shu yerda to'xtang. Ne rostdan? Rayhon qalay ketyapti? Baribir achchiq. Bormi o'z achchuligi? Yeb ko'ruvmidi ish qilib achchumidi? Ajratmadim. Ajratib yeyapti bu. Ya mana. Eng zo'ri mana. Valla. Ha, men oxirgi shunaqa qilaman. Tushundim yeb ko'r. Ishim ko'p-da. Bu. O'ynab ko'rdim. Yo'q. Yo'q. Siz yedirgan insonlar ozgina kasal bo'lib qoldi. Ey, til tekkizmay Rayhonga. Siz ham tekkizmang. Kimga? Rayhonga. Til demaysiz. Kestashin. Yo, qolaversin. Hozir bu ikkinchi shart, to'g'rimi? Aha. Uchinchi shartda undan battarlari bor. Shunaqa. Demayapsizlar? Nima endi? Keldinglarmi? Ishinglar kerak bor. Yo, yeymiz. No problem. Sep qo'ying oxirigacha. Sizlar yemadinglar oxirigacha lekin. Buni yeb bo'lmaydi oxirigacha. Nimaga? Zo'r narsa ishoning mana. Bir Zo'r narsa keyin kadr 16 da yotib. 16 Wow. Kunni boshladik. Alo. Iltimos, menga shirin tushsin. Alo. Iltimos. Gaplashavering. Ha, yina. Men tashkilga keldim. Men keldim. Yo'q, Jo'shqinni topmadim. Qayerga ketaman? Keldim kelman boqa. Ibi ulaysana. Rayhon. Bobojonim xush. Rayhon san so'rabdi. Sani so'rab boqdi. Sen kim bilan gaplashayotganing? Chustut qolsanmi? Bossam Toshkentga. Qilobsanmi? Qilobsanmi? Kira tushganing chustut qilobsanmi? Default ayda biraman. Default tagida uraman. Chustut mana molpuxi. Molpuxi, itpuxi, molpuxi. Короче, xullas Samarqand, Urgut, Omonqo'tan. Don ziki. Yema. Don ziki. Do'stlar. R turibdi-da, menikini oxirida bor-ku. Sho'r. Oh my god. Wow! Shirinmi achchiq hayot. Shohruz. Shohruz o'zi shirin bo'ladi. Alishamizmi? Yo'q. Ana, yetib keldik. Kim oxirgi sho'tda ekan shoh? Kim ko'tarar kaprizm? Kelmaydi. Voy qora, voy qora. Yo'q, men deyishing kerak edi. Ha, men. Yana bitta. Kim ko'tarar kaprizm? Men. Kim edi sevganingiz? Men. Voy qora. Yema это что, vanil? Это murabak. Menga shirin berishinglar kerak edi. Voy ziradishki. Menga shirin Shohruz uzr. Nima qilyapsizlar? Что происходит? 500 ming beraman. 500 ming ustiga yana bitta buket gul, chiroyli gul, nima deysan? Almashishganmi? 500 ming. Siz hozir shunda Rayhonga 500 ming berasiz, gul bilan, agar u almashsa 500 ming yo'q, voy. Ha, Adamda ham yo'q u pul. hozir 500 ming. 500 ming beraman. 500 ming ustiga yana bitta buket gul, chiroyli gul, nima deysan? Yo'q, men buni beraman. Xo'p, Buni beradi. shirinni beradi. Botdan chiqib men Rayhonga gul olib beraman. Gul olib berasiz. Buket. Ishonasanmi? Aldayapti. Albatta, 100%. Men ishonmadim. Lafzi yo'q erkak ekansiz. Mana to'g'ri bor. Yemaydi. Rayhonga tushgan narsa bu malinoviy murabbo o'rtoqlar nobodosiga. Menga tushgan narsa bu to'g'risini aytsam tomatli sokka xuddi shunaqa tuz ko'p qo'shilgan, чтобы maksimal darajada sho'r bo'lishi uchun. Nima menga bunaqa narsalar tushyapti faqat? Mendan boshqa it senga gul bermaydi. Yolasizmi yo'qmi? Yo'mayman. Erkakmisiz? Ya to'xta, mumkin emas. Nega yeyish kerak? Bola unaqa qilmasanglar. Mana tushdimi? Yeng. San nima bir pas. San vashi
Men o yaqinlashma dedimmi? Nima bo'lyapti hozir? Yo'q, men Rayhon? просто Sani sevgan qizingni ko'yni menda bo'lsa, meni aybim yo'q-ku, tushundingmi, polvon? Ha? Shunaqami? Bu aytgan gaplar rostmi? Kecha xatga olganimiz ham aytgan. Kecha birlamidinglar? Ha? kecha ko'rishmadik. İyi ko'rish. Menga qara aralashmay turgin, gaplashyapsan maylimi? Yo qanaqa gaplashish kerak sizlarga bolalar bilan? Bitta jim turinglar, Kecha men mojinada. Sardor aka bilan zalda edim. Вот именно, kecha men bilan zalda edi. Nima pretenziyalar bor ekan, polvon? Bo'ldi, tixi. Arabik dansga ham birga bordinglarmi? Arabik dansga men aloqam yo'q, yoki dudosh bilan boryapti. Mazami, yaxshimi murabbo? Shirinmi haqiqatda? Murabbo emas bu. Murabbo, malinoviy murabbo. Ha, yo'q. Da. Yema. O'zimiz tanlaganmiz. Ni huwa bu bagat. Shirin qizga shirin murabbo. Mana yeyolma. Bo'matchuli? Ну так, men erkak kishiman, tushundingmi deb bo'yatchulik. Qani etib ko'ringlar. Mana bodringmi, nima, pomidormi, nima? Men pomidor yeyolmayman salomni. O'zini yeyman. Men uchun поверьте. Achchimas bo'lish mumkin emas. Chunki nereal narsa qo'shilgan. Или Mana qip-qizil bu, mana qalampirlar. aytolmanda. Mana. To'g'ri aytsam, yoshlikda mana shunaqa salat qilardi, o'ydigilar. Yaxshi ko'rib yegansiz. Gapiring. Ko'raylik. Yoshlikda nima salat qilishligingizni. Ko'piga dakancha yeyishim kerakmi? Конечно. Qizarib ketdi. Erkak bo'lib tur, erkakman deysiz. Uyda yoshlikda polni yeganmiz deysiz. Shu gapingizga nimadir anaqa bo'lsin deysiz. Davay. Yaxshi. Davay! O! Originalni eshitdik mana. Men san uchun qarasang malini yeymayman. Bu uchun sen mana shuni yeysan hozir. Bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Sen qarama, nima sansa qarayapsan bir tosh. Ne sani qizingmi bu? Ne ko'z o'ynayapti menga? Ko'zga spros yo'g'i, nola kelgan qarayapti-yu menga. Shunaqa bo'tdim, tilja yo'qmi? yo'q. Shunaqa bo'tdimi yo'qmi? Yo'q. Qaramayapsanmi? Qaramayotgan ekan. Bo'lyapti-yu, aldayapti. Qaramayapti. Zurachga tashlab qo'y, chaynavor deyim. Qaramayapti. Bo'ldi. Qandochini uryapti. Demak, o'rtoqlar, tomatni sok bilan tuz. Kaminaning nomlari, mu Alijon Ali, qo'llari guli ishlari, jon onajon. Bo'ldi, men to'ydim shirinlikka. Voy, yo'qsan sho'r. Realni sho'rmi? Ye, pabras, tomatni so'si yaxshi ko'rasiz, bitta ichib ko'ring. Bundan cho'chimasangiz kerak. Sho'rligini sezish uchun. Ha? Davay Rayhon. Varenidan keyin zo'r ketadi. Uyga kirishingdan oldin yoqdimi? Uy kirishingdan oldin unda bitta lapiramid, ertifril olib kiraverasan. Nima u? Ich ketishga qarshi. Tuzi juda ko'p. Chunki maksimalni tuz solinganda bunga. Lekin rubrika zo'r, menga yoqdi. Maza qildingizmi? Ну, типа, одновременно и адреналинчик такой, типа, men yeymaydigan narsalarda shirin ham ko'p yemayman, sho'r ham yemayman, achchiq ham yemayman, to'g'risi. Go Family, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada kimni keyingisiga chaqirishingizni yozib ketsangiz, o'sha odamni chaqiramiz. Ularni ham qiymaymiz. Rahmat sizlarga kattakon. Yeah boy! Yeah boy! Kommentariyada CV kelsin deb yozinglar. Arash!